Hozir asosiy mavzularimizdan biri an'anaviy milliy uslub bo'lib qoldi. Hozir ko'p kelayotgan mijozlarimga an'anaviy sharqona o'zimizni milliy uslubni targ'ib qilyapman. Chunki juda ham ko'zimiz ko'raverib charchab ketdik neoklassikalarni, hayteklarni. Me'morchilik bo'yicha ishlayotgan odamlarning ishini ko'p kuzatyapman. Hammaning ishi bir-biriga o'xshab ketganda, bir-biriga o'xshagan shablon ish bo'lib ketdi ko'pchiligi. O'sha oq fasad, teragali abramleniyalar, o'sha travertilli g'ishga o'xshagan fakturalar va katta-katta oynalar, bu narsalar ham yaxshi o'z holicha rivojlanavergani yaxshi, lekin bizning hozirgi kunda asosiy maqsadimiz o'zimizni an'anaviy sharqona uslubni yana qayta tiklash. Chunki hozirgi kunda bunga muhtojligimiz bor. Ko'p videolarimda ham gapirib kelyapman. Ko'p dunyoni ko'p shaharlarda bo'ldim. Dunyo kezdik, ko'ryapmiz. Aksar davlatlar o'zini an'anaviy arxitekturasini, me'morchiligini juda ham qattiq qadrlaydi. Ya'ni qadriyatlarni juda ham yuqori ustun darajaga olib chiqishadi. Nega biz shu narsani qila olmaymiz degan o'zim ko'p savol bera boshladim-da. Toshkentda yuramiz, O'zbekiston bo'yicha yuramiz, respublika bo'yicha juda ham kam qoldi sharqona uslubdagi noyob arxitektura ansambllarimiz va aksar mana mijozlar bilan gaplashamiz, muloqot qilamiz. Ko'pchilik o'sha Yevropani ruhini xohlashadi. Lekin Yevropaliklarning aksari mana bizga kelayotgan ancha-muncha odamlar bor. Turkiyadan kelib bizda istiqomat qilayotganlar bor ekan. Rossiyadan ancha-muncha odamlar kelib yashayapti bizda, Qozog'istondan, boshqa millatlardan. Mana Yevropadan kelayotganlar ham ko'p ekanda. Mana shu yerga kelib investorlik qilib, biznesmenlar. O'shalarning aksari o'ziga uy qurayotganda bizning me'morchiligimizni talab qilayotgan ekan. Bizning sharqona uslubni talab qilayotgan ekan. Bu bir tomondan quvonarli, lekin bir tomondan ozgina achinarli ham. Sababi nimaga bizning o'zbeklar shu narsani talab qilmaydi? Nimaga bizning o'zbeklar mana shu qadriyatlarimizni yuksak darajaga olib chiqmaydi? Yoki qadriyat deb bilmaydi. Mana shu narsaga bir oz achinaman. Mana yaqinda ham dizayn haftaligi nimasi bo'ldi? Dizayn haftaligi. O'shanda ham qatnashganimda ko'p rusiyzabon dizaynerlar kelib so'zga chiqishdi, gapirishdi. O'shalarni aksarini ishi milliy uslubda bo'ldi. Lekin bizning o'zbek dizaynerlarimiz, arxitektorlarimiz milliy uslubda juda ham kam ishlashadi. Milliy uslubda ishlasa ham juda ham sayoz. Et-betiga buni arka qilib qo'yishadi bo'ldi. Qolgan joylari yana o'sha neoklassika bilan to'lib ketgan. Keyin hozirgi kunda yana eng ko'p berilayotgan savollardan bittasi an'anaviy milliy o'zimizning uslubni qimmat deyishyapti, qimmat. Nimaga qimmat? Masalan, men nimaga bu so'zni eshitganimdan ajablanaman. Mana high-tech, neoklassika, klassika, barokko uslublarda ishlashyapti imoratlarni. To'yxonalar qilishyapti, imoratlarni qilishyapti. Kolonnalar bazasi hammasi yevropeyskiy nimalar, uslub. O'sha kolonnalar bormi, bazalari bormi, kapitellar bormi, hammasi portallar, yana bir qancha elementlar bor, hammasi Yevropadan kirib kelgan anaqalar hammasi, uslublar. O'shalarni bemalol travertin toshdan qildirishyapti. Travertin toshi 1 kvadrat metr arzon turmaydi-da. Mana shu bitta imoratda, 2 qavatli imoratda 9 metrli portali taxminan $60,000 ga aylanadi. Endi menda savol tug'iladi yana. O'sha savolga yana savol tug'iladi. Yog'ochdan qilinsa, o'ymakorlik bilan qilinsa, o'shanaqa narx bo'ladi masalan. Masalan, high-tech arzon stil emas, high-tech stil. Bir narsani tekis qilib chiqarish, texnologiyalar bilan uni qorishtirish juda ham qimmat uslub hisoblanadi, high-tech. Yoki minimalizmni olaylik. Minimalizm ko'rinishidan minimal hech narsa yo'q, hamma narsa tep-tekis, oddiy deb tuyuladi, lekin uni ishlavi, turlovi juda ham qimmat turadi. Minimalizm uslubida ishlaydigan malarlar, ustalar juda ham qimmat oladi. Minimalizmni ko'rgandan keyin, yo'q, bunga deydi, juda ko'p mehnat talab qiladi, tekis narsani chiqarish oson emas deyshadi. Endi xuddi shunaqa hisob-kitob qilaman-da, mana shu milliy uslubda qilinayotgan narsalar, o'sha sopol koshillar, yog'ochli anaqalar, taxtali o'ymali ustullar, rovoqlar, peshtoqlar hammasi ular ham deyarli shunaqa narxga borib qoladi.
qimmat narsa emas demoqchiman-da, ya'ni asosiy investor mijozligi, biznesmen mijozligi mana shu narsani targ'ib qilyapman. Chunki ularda investitsiya bor buni qilishga va ular qilsa, masalan, sekin-sekin targ'ib qilish boshlanadi shundan. Masalan, lekin o'ylayman, arzon qilish yo'llari ham bor shuni. Milliy uslubni arzonlashtirish yo'llari ham bor. Mana yaqinda video qo'ydim-ku, minimalizm bilan ozgina aralashtirdim. O'sha tekis devoriga ozgina yog'och ishlatib olsa, ozgina o'ymakorlikdan bir ikkita elementlar qo'shib olsa bo'ldi, olam guliston. Ya'ni o'zimizning uslubni ozgina kichkina detallar bilan uyg'unlashtirib olish masala. Roverlar chiqib ketdi, frezerlar chiqib ketdi hozirgi kunda. Masalan, patolog shiftdagi toqalarni hammasini yog'ochdan bo'lay qilib, отдельно bo'lay qilib ishlash shart emas. Hozirgi kunda MDF tayyor bitta blokka olib turib, o'sha frezerdan shunday chizib o'tkazyapti stanokdan, yaxlit toqali anaqa paydo bo'lyapti. Kompozitsiya, dekor paydo bo'lyapti. O'shani shunday patologga yopishtirib, ustidan ozgina yog'och tishligini berib olsa ham, u ham bir imitatsiyasi bo'lib qoladi. Mana o'sha Xastimomda qilingan mahallalarni ko'rib aylandim-da. Juda ko'p analiz qildim. Hammasi ham toza qo'l ishi emas. Ya'ni stanokda qilingan narsalar juda ham ko'p. Mana shunaqa amalga oshirsa ham bo'ladi. Ya'ni bu ko'ringanda falsafasi milliy bo'lib tursa bo'ladi. Masalan, hamma narsaga rostakasim yog'och ishlab turish kerak degan teoriya yo'q hech qayerda. Milliy qilmoqchimisiz? Masalan, devorlaringizni tekis qilib turib, devorlaringizga chiroyli matodan ishlangan dekoratsiyalar ham osib qo'ysangiz bo'ladi. O'zimizdan o'sha milliy naqshlar bilan ishlangan matolar osib qo'ysangiz bo'ladi masalan. Shiftlarga ham hammasiga o'sha yong'oqdan ishlanishi shart emas. Har bitta toqalari donasi alohida ruchnoy qilishni ham shart emas. Ko'rdim, o'sha blok yaxlit frezerdan chiqarib olingan. Ustidagi o'yma naqshlari ham lazerda o'yilgan. Apparatda o'yilgan. Qo'lni oldinga dekani yog'och o'ymakorligiga o'xshab uskunada o'yilmagan. Demoqchi bo'lganim. Apparatda o'yilgan. Ustullari ham xuddi shunaqa. Hamma milliy ustunlarni yaqiniga borib tomosha qilib keldim. Biron-biri qo'lda ruchnoy pardozlari qo'lda ochilmagan. Hatto ba'zi bir joylarda pardoz ham ochilmagan darajada. Naqshlari olingan, ichidagi o'ymasini olib tashlagan bo'ldi. Lekin bunday uzoqdan qaraganingizda o'sha milliy uslubning atmosferasini beraveradi. Milliy uslubimizning har bitta elementini o'zini geometrik qoidasi bor. Proporsional qoidasi bor. O'sha kuni bitta kichkina tokchani misolida video qo'ydim-ku, o'sha bitta tokchani radiuslarini har bittasini kelib chiqishini o'zini arifmetik geometriyasi bor. O'sha bo'yicha ishlanmasa milliy bo'lmaydi. Men milliy ishlayotgan ko'p odamlarning ishini kuzatyapman, umuman qonun qoidaga qarab ishlashmaydi. Va juda ko'p chalkashliklar bor milliy uslubda. Boshqa odamlarning ishini kuzatganimda. O'sha Marakanskiy bilan o'zimizning sharq uslubni ham aralashtirib olishgan, arkalarga o'sha qorni qubbali dumaloq arkalar ishlatib tashlashadi. Bizning arkalar unaqa emas, bizning arkalar uzun raketaga o'xshagan bo'ladi shakli. Milliy uslubda ishlash uchun buni ozgina ilmini, bilmini o'rganish kerak deb o'ylayman. Men o'zim yoshligimdan o'sha hunarmandchilikda katta bo'lganman-da, esimni taniganimdan beri mana shu sohadaman. Umuman boshqa sohada ishlamaganman. Men otam quruvchi bo'lganlar, hozir pensiyadalar, nafaqadalar. 45 yillik quruvchilar odamlar. Dunyoning juda ko'p joylarida katta inshootlarni qurib kelganlar-da. O'sha odamni bolasiman, yoshligimdan qurilishda katta bo'lgan bolaman. O'sha 5-6 yoshimdan o'sha g'isht quyib, fundament qorib, g'isht terib katta bo'lganman. Va naqqoshlikda ko'p yil xizmat qilganman. Ustozim Komil aka Mansurov akademik odam, naqqoshlik bo'yicha Toshkentda. O'sha odamning qo'llarida 5 yilga yaqin tahsil olganmiz. Katta obyektlarda naqqoshlik bilan shug'ullanganmiz. O'shaning uchun milliy uslubda menga unda qiyin bo'lmaydi, xudo xolasa. Buni ancha-muncha anaqasini qilganman. Taqsimotini qilib olganman. Mana o'sha yaqinda kitoblar ham sotib oldim. Buni ham bir video qilib joyladim-ku. O'sha milliy uslubda ishlashim uchun yana ham bu yog'iga ilmimizni, bilimimizni oshiramiz deb. Bunaqa kitoblar ham juda ham ko'p. Tonna kitoblarimni sig'dira olmayman, даже. Mana bunaqa kitoblar hammasi o'sha o'zimizning milliy uslubda
ishlash uchun qonun qoidalari, teoriyalari mana shu bo'yicha. Orqamda ham to'la hamma kitob. Bu yo'qotgan kitoblarimni 30%. Juda ham ko'p kitoblarimni shogirdlarimga berib yuborganman. Kim oldimga kelsa, bitta kitob ko'tarib ketadi. Shunaqa qilib ancha-muncha kitoblarim tarqalib ketdi. Bitta dona loyihani mijozga yoki internetga joylashim uchun 10 dan oshiq variantlarni ishlab chiqqan bo'laman ungacha. 10 dan oshiq variantlarning ichidan 7 ta eng yaxshisini tanlayman. 7 ta eng yaxshisini ichidan 5 tasini tanlayman. 5 ta eng yaxshisini ichidan 3 tasini tanlayman. 3 tasini ichidan keyin bittasini tanlayman-da, ana undan keyin men mijozga ko'rsataman. 10 ta qilgan variantimni hech qachon mijozga ko'rsatmayman va hech kimga ko'rsatmayman uni. Sizlarga ham ko'rsatmayman, internetga ham qo'ymayman. Hammasini filtrlab, elekdan o'tkazib, eng yaxshisini, zo'r chiqqanini lozim deb topganimni internetga keyin joylashga boshlayman, uni keyin mijozga ham ko'rsatishga boshlayman. O'shaning uchun osongina tanqid qilishni to'g'ri deb bilmayman. Men o'zimni nazdimda shunaqa. Mana bu kimlarning ishini ko'rib qolsam, noto'g'ri deb o'ylagan narsamga hech qachon fikr bildirib olmayman. To'xta, o'zi buni o'zimdek o'ylayman-da hammani. Ya'ni u ham ancha-muncha mehnat qilgan, shu narsani o'zi to'g'ri deb bilgan bo'lsa, to'g'ri deb qo'ya qolaman. Xuddi shunaqa narsa. Bir xil Facebookga ham ishlarimni joylayman, Facebookda ham rosa anaqa qilishadi-da, fikr bildirishadi. Unaqa qilsa bo'lar ekan, mana bunaqa qilsa bo'lar ekan, o'ng tomonga olsangiz bo'lar ekan, chap tomonga olsangiz bo'lar ekan deb bu narsalarni. Planirovkada, boshqada. Keskin javob beraman, shularga yo'q deyman. Hech narsani o'zgartirmayman deyman. Sababi biron bir elementni shunchaki ishlamayman. Har bitta elementni o'zini falsafasi, o'zini qonun qoidasi bilan ijod qilaman. Mana hozir bitta misolida ko'rsatay. Hozir ochib o'tiribdi kakras. Mana shu bugun qo'ygan uchastkamni mana shuncha mana variant bo'lib ketib, oxiri mana shu etapda to'xtadi. Mana bunaqa birinchi mana bunaqa variant qilgan edim-da mana. Buni ham masalan ko'rsatsam bo'lardi, lekin o'zimga yoqmadi, qatlardir yoqmay qoladi. Keyin bu yoqqa olib boshqatdan yana ishlayman. O'tini olib tashlayman, betini olib tashlayman, hamma joyini obdon chopib, kesib, yanchib, oxiri mana shunaqa bitta yagona yakuniy xulosa bo'ladi. Butkul milliyni o'sha odamni qabul qilmayapti. Chunki butkul milliy uslubimiz juda ham murakkabda, hozirgi kunga to'g'ri kelmaydi. Minimal zamonda yashayapmiz, minimalizm rivojlangan zamonda yashayapmiz. Odamlarning hamma narsasi minimal bo'lib ketdi. Hayoti ham, yashash tarzi ham, kiyim-kechagi ham va nima deydi, qurilishlari ham. O'shaning uchun buni ham minimallashtiryapmiz, maksimal. Ya'ni maksimal minimallashtiryapmiz. Shunaqa desak ham bo'ladi. Biz ham mana haligacha qo'lda eskizamiz. Men kompyuterda o'tirib olib vizualizatorlarni uncha aniq qilmayman o'zi aslida. Tabiatim xush ko'rmaydi. Qo'lda chizmasdan tura olmayman, bilmayman. Men ko'p studiyalarda ko'p bo'lganman, o'zimni ham hamkasblarim juda ham ko'pchiligi mana sohada, juda ham ko'pchiligi. Ko'p studiyalarda mehmonga boraman. E'tibor beraman, bolalarni ishlayotgan bolalarning stolining ustida biron birini qog'oz qalam turmaydi. Shunday kompyuter oldiga o'tirib bolalarga mana ishni tushuntiraman deb, endi qog'oz olaman desam, qog'oz bo'lmaydi, qidirib qolishadi. Bir pas turib qatlarni topib kelishadi qog'oz. Qog'ozni stolining ustida qog'oz qalam turmaydigan me'morni bilmayman, anaqa qiynalaman-da bunaqa odamlarni me'mor deyishga. O'zi me'mor degan so'zni ko'p ishlataman, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, me'mor degani arxitektor degani emas aslida. Bu ham o'zi o'zbekcha, o'zimizning so'z, me'mor degani loyihachi, ya'ni imoratni usti bormi, ichi bormi, hamma narsasini, loyihasini tashkillashtirib, jamlab beradigan odamga aytiladi. Ichki me'mor, tashqi me'mor deb keyin u bo'lakligi bo'linadi. Bizda endi hozir zamonaviy so'zlar, terminlar paydo bo'ldi. Dizayner, arxitektor, interyerchi, eksteryerchi, landshaftchi degan bo'linib ketdi. Lekin o'zi umumiy hammasi bitta me'mor deb aytiladi. Me'morlik deb aytiladi. Me'morlik umumiy hammasi. Imorat, uni ichidagi landshafti, uni ichidagi interyeri, uni tashqisi, ichkisi hammasi bitta qilib me'morlik deyiladi. O'shaning uchun bu so'zni ham ko'p targ'ib qilyapman, odamlarni miyasida shakllansin deb shu so'z. Arxitektura, dizayn,
interyer, eksteriyer degan so'zlar ham yaxshi, lekin ularni ham kamroq qo'llashga harakat qilaman imkon qadar. Juda ham ko'p dars berdik, shogirdlar chiqardik. O'ylab qarasam bir 500 ga yaqin shogird chiqaraman shu paytgacha. 500 ga yaqin shogird chiqdi, o'quv markazida dars berdik. Boshlang'ich dizayn sohasida. Bizda O'zbekistonda odamlar juda ham ko'p Yevropalarga, chet ellarga chiqish ommalashib ketdi. Oldin qiyin bo'lgandi, odamlar faqat shu O'zbekistonning muhiti bilan yashab, shu yerga narsalarni ko'rib katta bo'lgan. Hozirgi kunda turizm rivojlanib ketdi-ku, bemalol chiqadigan bo'lib ketdi odamlar. Hozir mana oldimizga keladigan mijozlar ham o'sha uslublarni bemalol yaxshi tushunishadi. Bizlar bilan uslublar bo'yicha o'sha muzokara qilishyapti. O'sha skandinavskiy uslub deyshadi, marokkanskiy uslub deyshadi, japandiy uslubda qilib bering deyshadi. Bu bizani quvontiradi, chunki mijozlarning ham saviyasi oshishi bu bizani yana ko'proq o'zimizdan ustimizda ishlashimizga yana ko'proq talab orttiradi. Xuddi shunga o'xshab mana hozirgi kunda yangi boshlang'ich me'morlar ham mijoz bilan juda ham gрамотный muloqot qilish kerak. Agar siz ulardan bilimingiz saviyasi past bo'lsa, mijozni hayron qoldirolmaysiz, u mijoz sizdan ketib qoladi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, maslahatim, ko'pchilikga maslahatim, institutda bakalavr bitkazgan bo'lsanglar, magistraturani Yevropada o'qinglar. Meni ko'p fikrlaydigan, yaxshi fikrlaydigan o'rtoqlarim shunaqa qilishdi va ular yutdi. Va ularning hozirgi kundagi malakasi, saviyasi juda ham yuqori. Va ularning ko'pchiligi o'sha yerda qolib ketgan. Bitta o'rtog'im mana Germaniyada ishlaydi, necha yildan beri, 10 yil bo'ldi. Germaniyada malakali bitta katta kompaniyada bosh muhandis bo'lib ishlaydi. 10 ming, 12 ming dollar oylik oladi. Agar puli ham qiziq bo'lsa. Bitta o'rtog'im Dubayda ishlaydi. Katta bitta nemetskiy organizatsiyada, loyiha tashkilotida art direktor bo'lib ishlaydi. U ham shu chet elda o'qigan magistraturani. Shunda grantlar bor, harakat qilib internetlardan qarab topsanglar bo'ladi. Maslahatim. Har bitta loyihaga qanaqa yondashishimizni ham ko'p ko'rsatganman. Videolarim ham, rilslarim ham bor bu narsada. Yana ko'p qaytaraman shu narsani. Shogirdlarimga ham ko'p narsani o'rgatardim. Loyihani eskizdan boshlaylik, qo'lda ishlashdan boshlaylik. Kompyuterdan, Pinterestdan referensiyaga olib, o'shani shablon qilib tashavermaylik deyman-da, mana. Oddiy mana imoratlarimni mana boshlaganimda mana shunaqa qog'ozga chertit qilaman mana. Qog'oz, qalam. Oddiy tuyuladi, lekin bu men uchun oddiy emas. Bu yerda mana shu asosiy g'oyamni ildiz yotadi. Shu boyiga bir qavatli imoratda konsepsiyalarni ishlab o'tirdim. Mana bu ham o'shaning konsepsiyasi. Qog'oz bilan, qalam bilan yaqin o'rtoq bo'lishinglar kerak-da bu narsada. Mana bu ham qo'lda ishlangan. Mana milliy uslubda ishlab o'tganimda hammasini o'sha qo'lda eskiz qilaman. Katta biznes sentrlar loyihasini ham boshlang'ich eskizini, konsepsiyasini mana shunaqa chetko'sh qilib olaman. Qoralama deydi o'zbekchasiga, qoralama. Mana katta biznes sentrlarning loyihasini qilganman. Hozir jarayonda hammasi, xudo xolasa, ularni ham sekin-sekin ko'rsatib, video qilib olib boraman sizlarga. Mana. O'sha odam aytadilar-da, kompyuter g'oyani o'ldiradi dedilar. Rostdan ham shunaqa. Men o'zim juda ham ko'p guvohi bo'lganman. Mana uydan ishxonaga kelguncha zo'r g'oyalar o'ylab kelaman-da. Hozir ana obyektimda mana joylarga mana qilaman deb kelaman-da. Kompyuterimni ochishim bilan o'sha narsa esimdan chiqib ketadi. Nimani o'ylaganim. Deyman, qog'ozga chizib qo'ysam bo'lar ekan degan xayol o'y o'tadi xayolimdan. Ya'ni qog'ozga chizib qo'yish xuddi daftarga xayolingizdagi narsani yozib qo'yish bilan bir xil. Psixologiyada ham qoida bor-ku, biron bir narsani yozib qo'ysang deydi, 70% esingda qoladi deydi. Bu bizning ishda ham xuddi shunaqa. G'oyani qalamda qog'ozga chizib qo'ysangiz, o'sha 70% miyangizda muhrlanadi, u hech qachon esingizdan chiqib ketmaydi. Kelib bemalol uni biron bir shogirdingizga yoki o'zingiz o'tirib chizib tashlaysiz. Yoki o'sha qog'ozni oldingizga qo'yib olasiz, ishlagan eskizingizni bemalol kompyuterda
yasab, modellashtirib davom ettiraverasiz-da, esingizdan chiqib ketmaydi yaxshi g'oyalar. O'zi eng yaxshi g'oyalar xayolda, miyada bo'ladi. Kompyuterda yoki Pinterestda bo'lmaydi. Ko'rinishidan oddiy, lekin bu men uchun oddiy emas. Ya'ni buni o'ylaganman ko'p narsasini va kompyuterda bu aks beradi. Kompyuterda уже sayqallanadi. Mana. Farqi yo'q, nima qo'limga tushsa chizib ketiraman. Ruchkami, qalammi, flomastermi, farqi yo'q. Mana. Mana. Mana bitta qog'oz o'zida necha xil g'oya bor-da. Mana futuristik arxitekturalarni yaxshi ko'raman. Esimni taniganimdan mana shu g'oyalarni targ'ib qilaman. Bu ham parallelni ketadi menda. Milliy bilan futurizm. Men sohaga kirganimdan beri, shu yoshligimdan beri mijozlardan, oddiy odamlardan 50 yil oldinda bo'lish degan g'oya. Bu qiyin narsa. Bunda o'ylaysiz, vohmalik tuyuladi-yu, qanaqa qilib deb o'ylaysiz. Lekin iloji bor bu narsani, chunki siz ulardan ilg'orroq bo'lishingiz uchun albatta ko'p bilim olishingiz kerak, ko'p kitob o'qishingiz kerak va ko'p odamlar ilg'amagan narsalarni analiz qilishingiz kerak. Odamlar ilg'amagan narsalarni analiz qilishingiz kerak. E'tibor beryapsizmi? Mana biz ko'chada yuramiz-ku, odamlar bizni qurgan imoratlarni yoki bizdan oldingilar qurgan imoratlarni shunchaki oldin o'tib ketishadi, lekin biz uni oldin o'tib ketmaymiz. Biz uni har bitta elementiga, qurilish uslublariga, biz uni ichki strukturasini ko'ramiz, ya'ni. Mana shu narsani ko'rib bilish uchun albatta o'sha ancha yil xizmat qilish kerak bo'ladi bu sohada. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Osonlik bilan bitta narsani ichki ko'rinishini, ruhini, strukturasini ko'radigan bo'lib qolmaysiz beparda. Mana bitta imoratga qaraganingizda ichini beparda ko'ra oladigan darajaga kelishingiz uchun ko'p mehnat qilish kerak. Bedor turlar oson emas. Revit yaxshi tomoni, men ko'pchilik bilan Revit tavsiya qilaman hozirgi kunda shogirdlarimga ham, o'sha Revit o'rganlaring deyapman. Revit yaxshi tomoni modellayotganingizni o'zida uni strukturasi ham paydo bo'laveradi. Ya'ni ishchi chizmasi, rabochiy chizmasi bittada paydo bo'ladi. AutoCADdan ancha oson. AutoCAD bilan 3D Max ya'ni jamlangan versiyasida u Revit. Bittaning o'zida hisob kitobini ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Eksplikatsiya deydi-yu, uni ham albom bilan chiqarib olsangiz bo'ladi. Har bitta devor kvadrat metrlari, ichidagi uni armaturalari bormi, sliflarning har bitta chertoji elementlarini bemalol bitta obyektingiz o'zidan chiqarib olasiz. Mana 3D Max'da qurgan, yasagan modelingizni, model imoratingizni chertojini ola olmaysiz-da. Bu cheklangan shu narsadan. Mana shu narsasi menga yoqmaydi 3D Max'da. Revit bunga juda ham yaxshi. Hammaga maslahat beraman. Revitdan boshlanglar. Revit, SketchUp, ozgina 3D Max. Hozir Unreal Engine degan programma bor, renderligi zo'r, uni o'rganinglar, unga qo'shimcha Revit, SketchUp, Unreal Engine. Mana shu 3 ta programma hozir yetakchilikni qo'lga oldi. Arxitekturani o'zingizda mustaqil rivojlantirish uchun juda ham kitoblar ko'p. Masalan, mana yaqinda video qo'ydim, tayyor video. Mana bozorga tushinglar-da, mana shu sohaga oid любой kitob olib o'qinglar. Arxitektura bo'yicha. Farqi yo'q. Arxitektura bo'yicha bo'lsa bo'ldi. Tasviriy san'atga oid bo'lsa bo'ldi. Qurilishga oid bo'lsa bo'ldi. Muhandislik bo'lsa ham bo'ladi. Olib o'qinglar albatta. Mana hozir men o'zimdan tavsiya qiladigan bo'lsam, mana hozir yana qayta ko'rsataman. Shu kecha kunduzda olgan kitob, mana shu kitoblarni topinglar. Bu sumda sotar ekan. Biroz qimmatroq, 500 mingga oldim mana shu kitobni. 500 ming so'm kichkina kitob. Lekin buni ichi to'la oltinga teng xazina. Ya'ni O'zbekiston islomiy arxitekturalari butun boshli jamlanmasi, qo'llanmasi, tarixi. Faqat bizning islom me'morligi bu yerda. Rus tilida yozilgan bo'lsa ham, SSR paytida chop etilgan bo'lsa ham, Toshkentdagi arxitekturalar hammasi masjid, madrasalarni mukammal juda ham arxitekturasini zo'r tasvirlab ko'rsatgan va uni tarixi qanaqa paydo bo'lgan, kimlar ishlagan u yerda hammasi yozilgan. Mana shunaqa kitoblarni tavsiya qilaman. Mana O'zbekiston yodgorliklarining me'moriy bezagi. Mana bu kitobni topib o'qinglar. Mana eski kitob sotadigan joylarda sotadi. Qidirib topinglar. Men o'zim kitob ovchiman. O'sha kitob
Hatto noyob kitoblarni topsam, yig'ishtirib olib ketaman. Qancha puliga qaradim. Mana ko'ryapsizlar. Mana. Har bitta elementlar nimaga ishlangan, buni falsafasi, hammasini mana shu kitoblarda o'rgatganman. Mana shularni ochib o'qish kerak. O'zbekiston naqshi va nigorollari. Bu naqsh bo'yicha mana elementlar islomiy nima milliy uslubda olib bormoqchimiz biz hozirgi kunda. Mana milliy uslubda ishlamoqchiman. Milliy uslubda tarixini o'qiyapman. Nimadan kelib chiqqan har bitta naqsh. Keyin mana bunaqa mualliflik kitoblarini ham o'qiylar. Hozir teskari ko'ryaptim. Tadao Ando, yaponiyalik arxitektor, mashhur, bilasizlar. Shuni mana biografiyasi. Mana shunaqa biografiya kitoblarni ham ko'p o'qiylar. Arxitektorlarning hayotini o'qisanglar, ularning hayotida kerakli qo'llanmalarni olasizlar. Mana konstruktiv yechimlar beradi bu. Mana kitob ichida. Bu bir insonning rasmini qo'yib qo'ygani bilan buning ichida butun o'sha odamni hayoti va ijodi tasvirlanadi. Mana shu bitta ish ustida nimalar olib borgan, qanaqa qilib qilgan shu ishni, nima texnologiyadan foydalangan. Mana shunaqa kitoblar juda ham ko'p. Mashhur Zaha Hadidniki bor, Norman Foster'niki bor, Rem Koolhaas'niki bor. Ular barcha zamonaviy yaxshi arxitektorlarning mana shunaqa mualliflik kitobi bor, shularni olib o'qishni ham tavsiya qilaman. Kitob do'konlarini aylaninglar. Eski kitob do'konlari. Mana yana xuddi shundan davomi mana Claude Ledoux. Mana xuddi shuni boshqa versiyasi bu mana. Claude Ledoux fransuz arxitektor. Mana 19-18 asrda yashab ijod qilganda mana. Mana bu yerda ham butun chizmalar hammasi. Qanaqa qilib ijod qilgan. Shu odam mualliflik kitobi bo'lgani bilan, lekin buning ichida o'sha barcha uslublari, bu odamning yo'nalishi hammasini o'rgatgan sir asrorlarini. Bu narsalarni internetdan topish qiyin-da, o'sha kitobni tavsiya qilaman ko'pchilikga. Ham kitobni ham tavsiya qilaman. Uni ko'p kitoblar ham rus tilida-da, mana o'zbek tilida ko'p manbalar yo'q, afsuski. Sekin-sekin chiqar balkim. Bu ham yaxshi kitob. Moskvadan olib keltirdim bu kitobni. Mana. Butun o'sha me'moriy obidalar, zamonaviy arxitekturalarni ichki kesimini ko'rsatgan. Qanaqaligini. Va uni nima sababdanligi, qonun qoidalari hammasi qisqa va lo'nda qilib yozilgan. Bu ham sodda, boshlang'ichlarga zo'r kitob. Illyustratsiyalari ham zo'r. Katta-katta qilib chiqargan mana. Bu kitobni tavsiya qilaman. Yevropaga borib keldik, Italiyani ko'rib, misol uchun, mana ularni o'ziniki deb hayratlandim. Haqiqatan zo'r, mahobatli. O'zimiz ham Samarqandga borganda, har borganimda Registonga boshim qiyshayib qoladi tepaga qarab. Chunki haqiqatan unikal qurilmalar, unikal loyihalar har bittasi. Eng meni hayron qoldiradigan tomoni birini hozirgi kundagi metal konstruksiya, beton, armatura, kolonna, rigel, erker degan narsalar yo'q-da, qarang. G'ishni o'zidan shunaqa mahobatli katta narsalarni qurishgan. Lekin mana shu kitoblarni ochib hozir o'qiyapman. Haqiqatan bekorga shunaqa qilinmaganligini endi sabablarini tushunyapman. Poydevorlari ham ularning chuqur emas hattoki. Devorning o'zi qalin-da, 1 metrlik qalinlik devorlari bor o'sha binolar. Men o'sha chet davlatlarda yurganimda ham O'zbekistonga borganmisan deb ko'p savol-javob qilaman-da. Ko'pchilik borganda bizani ham me'morchilikni ko'rib hayratlanayotganini tasvirlab beradi. Ya'ni ijobiy ruhda tasvirlab beradi, ijobiy. Juda ham zo'r deydi, O'zbekistonskiy nimalar deydi, arxitekturalar deydi. Ayniqsa mana ruslar-ku вообще hayron qoladi. To'ppa-to'g'ri, yog'och eshiklar, romlar hech qachon modadan qolmaydi. To'ppa-to'g'ri. Nafaqat bu modadan qolmaydi, bu ekologik tomondan ham, konstruktiv tomondan ham juda ham yaxshi narsa hisoblanadi, foydali aslida. Mana yog'och romli uylar yaxshi istagan oldin, esingizda bo'lsa. Va mana bizning uyimizda hali ham o'sha narsa bor. Romlarimizni esingizda bo'lsa oldin 2 qavatli rom bo'lgan. 2 qavatli rom bo'lgan. O'rtasida termosi bo'lgan. Tabiiy termo. Hozir romlarni o'zi, oynani o'zida termo romlar qilishyapti-ku, oldin bizning romlarimiz termo rom bo'lgan. Yog'ochdan bo'lgan va uylarimiz ozginagina gazda pechkada isigan. E'tibor berganmisiz shu narsaga? Hozirgi uylarimizni juda katta kub metr gaz ishlatilgan isitolmayapmiz. Rasxod kattalashib ketgan.
Chunki beton, yog'ochli alyumin, plastik yoki u narsalar juda ham haddan tashqari o'ziga suv tortadi. Mana yaqinda o'sha Italiyada ham bo'ldim deyapman-ku. Italiyada ham hamma romlar pashti yog'ochdan yasalgan, ustiga yog'ochli qoplama qilgan, bekitib qo'yadigan. Oftob tushganda yoki suv tushganda yopib qo'yadi. Termoizolyatsiyasi, u ham yog'ochdan. Quyosh tushganda ham qizdirmaydi, ichkariga issiq havo kirmaydi ichkariga. Mana bizda katta oynalar beramizda, pardani ichkariga beramiz, mana o'sha narsa issiqlikni o'zi aslida ushlamaydi. Oyna lupa vazifasini bajaradi. Unga quyosh tushgandan keyin, oftob tushgandan keyin uy ichiga 2-3 barobar yana issiqlikni ko'paytirib olib kiradi. Va tabiiyki, unga keyin uyni sovutamanni konditsioner maksimum ishlaydi. Nagruzka bilan ishlaydi. Elektr ko'p ishlatiladi, sarf ko'payib ketadi. Qishda ham xuddi shunaqa. Suvini yaxshi ushlamaydi. Termosi yo'q yoki sifati past. Gaz ko'p ishlatamiz kotelniga. To'g'ri qilinganda shu narsalar juda ham konstruktiv to'g'ri yechim bo'lgan mashinasi. Bizning ota-bobolarimiz anoyi bo'lmagan, ular ham juda ham ilmli, bilimli, tafakkurli insonlar bo'lgan, muhandislik bo'yicha ham. Butun dunyoga o'rnak bo'lganmiz-da, muhandislik bo'yicha. O'rta Osiyoga juda ham katta arxitektorlar, me'morlar kelib o'rganib ketgan. Bizning uslubimizni, ishlash texnologiyamizni. Mana bizda ham Hastimomda zo'r qilishdi-da. To'g'ri, bir xil odamlar aytadi, baribir sayoz ishlangan eski Xiva yoki Samarqandning arxitekturasida emas deyshadi. To'g'ri, lekin unaqa baho berish noto'g'ri deb hisoblayman. Fikr bildirgan to'g'ri, lekin bunaqa baholash noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki Hastimomda qilingan narsalar ular hali yosh go'daydi. Xivadagi, Samarqanddagi arxitektura me'morchiliklar ular etalon ular. O'zgarmas bir mahobat eski paytda qilingan, asrlar osha yashab kelgan narsa. Yangi tug'ilgan chaqaloq bilan qariyani solishtirishdagi gapda yoki emelayotgan bolani yugurtira olmaysiz-ku, yugurtirishdagi gap ham. Unaqa talab qo'yish kerak emas hozir. Shu qilingan qadriyatni ham nima desa bo'ladi? Qadriga yetishimiz kerak demoqchiman-da. Mashinani qo'llab-quvvatlab sekin-sekin qilsak rivojlanib ketadi mashina bo'lib. Bizda ham an'anaviy milliy ruh, estetika paydo bo'ladi O'zbekistonda ham. Bitta Samarqand, Buxoro, Xiva yoki Qo'qonda bo'lib qolish kerak emas, hamma viloyatlarda bo'lish kerak. Arxitekturaviy ansambl o'zimizniki deydigan. Bo'lib ham ko'p bo'lish kerak. Katta territoriyalarda bo'lish kerak. Bitta ikkita obida bo'lib qolish kerak emas, maqbara bo'lib qolish kerak emas-da. Ya'ni men sohada yurib ichki strukturasini ko'ra olganim bilan ham baribir tanqidiy fikr bildira olmayman-da, haqqim yo'q. Shuni roverda o'yishibdi, qo'lda o'ysa bo'lardi-ku stullarni demayman. Mayli roverda o'ygan bo'lsa ham, stanokda o'ygan bo'lsa ham stullarni, naqshlarini mayli hech bo'lmaganda o'sha estetikasini barpo qilishdi, milliy uslubda. Va byudjet tomonlama ham qaror qabul qilingan, mayli endi masalan. Vaqt kelib sekin-sekin u hunarmandchiligiga, o'yinmakorliklarga ham buyurtma qilishar. Mablag'lar yetarli bo'lib qolsa boshqa. Lekin shunga ham o'zi yaxshi. Shu turishi ham yaxshi. Buni qaraganingizda bo'ldi. O'sha ruhni beryapti. O'sha estetikani beryapti. Milliy ansambl. Islom sivilizatsiya markazining binosi ham haqiqatan mahobatli, juda ham bahaybat chiqdi. Uni yonidan borib ko'rdim. Haqiqatan tasannoda borasiz. O'sha o'yma sopol qoshillardan naqshlarni boplab tashashgan, eshiklar latundan qilingan, o'yma eshiklar. Bunda yoniga borsangiz mag'rurlanasiz. Mana shunaqa narsa kerak bizga. O'sha Amir Temurning ham gapi bejiz emas-da. Bizning qudratimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, qurib qo'ygan binolarimizga qaranglar degan-ku. O'zi tarixdan ham xuddi shunaqa arxitektura, me'morchilik davlatlarning qudratini belgilagan. Mana Misrda piramidalar nimaga qurilgan, nimaga kerak edi u paytga, unaqa mahobatli, katta uch burchak narsa. Masalan, Rimga Akropol nimaga kerak edi masalan? Chunki har bitta davlatning qudratining namoyandasi bo'lgan arxitektura. O'sha katta mahobatli narsani qilish nimaga kerak bo'lgan? O'sha boshqa yon qo'shni davlatlarga mana bizning kuchimiz qanaqa deb ko'rsatish bo'lgan, namoyish qilish bo'lgan. Qanaqaligini. Qurol texnikalarni ko'rsata olmaysiz-ku. Ular bekitimcha bo'ladi.
lekin arxitektura me'morliklarni odamlar kelib ko'radi. Sayohat qilib kelganda ko'rganda ularda shunaqa tushuncha paydo bo'ladi. Keyin Oxunguzar o'sha Tasludagi eski masjidni yonida bu yoq tomon hozir yana rekonstruksiya qilib qo'yishdi, gumbazli qilib, u ham Oxunguzar masjidi bo'lgan ekan eski. Hozir uni milliy nimalarni, san'at asarlarini qo'yib showroom qilib qo'yishdi. Uni ham kirib kecha ko'rdim. O'sha showroomni ko'rganimda men ajablandim. Yana ozgina qalbim mahzun bo'ldi. O'shani arxitekturasini, ustini, rekonstruksiyasini, ichini, interyerini Yamanlimi, bir arab davlatli bitta arxitektor ayol loyihalashtiribdi. Men ichiga kirib ko'rib chiqdim. Instagramda ko'rib qoldim-da o'sha reklamasini. Bir ayol, o'sha chet ellik ayol, arab ayol o'shani dizaynini qilibdi. O'sha Oxunguzarni eski masjidini. Buni ichini ko'rdimda, MDFdan obshifliklar qilib qo'ygan. O'shanga biroz rahim keldi. Nima bizda o'zimizda dizaynerlar, arxitektorlar yetarli-ku. Nimaga o'sha chet elliklarga qildirishar ekan? Nimaga o'zimizda shuncha mutaxassislar bor, juda ham katta milliy uslubda ishlaydigan arxitektorlar bor, mana Shuhrat akalar bor. Zoirov Shuhrat aka. Milliy an'anaviy arxitektura bo'yicha u odam professor. O'zlarining studiyalari bor. Ne o'sha odamlarga qildirishmaydi masalan. O'sha chet eldagi bitta ayolga qildirishibdi. Men nomi ham unaqa jam mashhur emas. Anaqasida o'qib hayron qoldim-da, biografiyasida. Ko'rdim, unaqa hayron qoldiradigan narsa qilmaganda, o'sha MDFlardan obshifka qilgan devorlarni, arkalarini qoldirgan o'zida, o'sha eski binoning ichidagi arkalarni. Bo'ldi, ortiqcha unaqa deydigan narsa qilmagan. Xullas, milliy uslubda bo'ladimi, zamonaviy arxitektura high-techda bo'ladimi, biz ham yorilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chet eldan kelib mana hozir qilib berishyapti. Yana qo'shimcha sifatli aytib o'taman, mana Tadao Ando, Zaha Hadid o'xshagan, Sergey Chaban degan rus me'mori bor, mashhur. O'shalar bizda hozir me'morchilik ishlarini qilishyapti. Xalqlar do'stlik saroyining orqasida adashmasam kutubxonaga o'xshagan narsa qurilayotgan ekan. O'shani loyihasini Tadao Ando qilgan ekan. Yaponiyalik me'mor, shu boya ko'rsatdim-ku kitobini. O'sha odamga topshirishdi. Keyin yangi Toshkent loyihasi bo'yicha Alisher Navoiy maqom markazini Zaha Hadid arxitekturasiga topshirishdi. U qilgan ekan. Keyin men Chorsu mehmonxonasini buzib tashlashdi, o'rniga mehmonxonaning o'rniga katta kompleks tushyapti. Turar joy kompleksi. Uni Sergey Chaban loyihalashtiryapti. Uni ham taqdimotlarda hammasi qatnashib keldik, ko'rdik. Unikal ishlar haqiqatan zo'r. Mana shunaqa ishlarni mana biz ham chiqishimiz kerak deb o'ylayman-da. Mana bunday qarab quvonamiz bir tomondan, zo'r shunaqa arxitektorlik kelib bizda loyiha qilayotgani, lekin biz ham qilishimiz kerak degan o'y meni ichimni tirnaydi-da. Biz ham mana shunaqa dunyo miqyosida o'zimizni tanishimiz kerak deb hisoblayman. Tadao Andoni ham ko'p ishlarni kuzataman. To'g'ri, muhandislik yechimlari zo'r haqiqatan. Betonni o'zida qoldiradi. Ya'ni arxitekturani betonda qo'yib ko'taradi, devorlarini malarka qilishmaydi, betonni o'zida qoladi. Mana shu jihatidan u odam mashhur bo'lib ketdi. Unaqa katta bir burilish yasamagan arxitektura anaqasida, sferasida. Lekin mana shu odamni ham ancha nima deydi, hurmat qilishadi, dunyo miqyosida yaxshi ko'rishadi ishlarini. Qaraysiz, kub ikkita ishlar, to'rtburchak, kub ishlar, to'rtburchak, tekis beton, bitta dona katta eshik qilib qo'yadi, bo'ldi. O'sha yerdan kirasiz, uy binoning ichi ham kub bo'ladi. Mana bunaqa patologlar, gips kartonlar ishlatishmaydi. Nega o'zimizning arxitektorlarimizga ishlarni topshirishmaydi? To'g'ri mulohaza bu ham, lekin bunda men o'ylab ko'rib javobini topdim. Mana shunaqa katta mashhur arxitektorlarni bizga olib kelishligida iqtisodiy va siyosiy harakat bor. Ya'ni mashhur bitta odam mana shu yerda arxitektura qilgan ekan degan anaqa yaratadi. Status. Mana Ozarbayjon Bakuni qarang, 20 yil oldin qanaqa edi? Hozir odamlar nimaga Bakuga boradi? Ozarbayjonga. Turizm oqimi juda ham ko'payib ketdi, chunki u yerda Zaha Hadid, Norman Foster va boshqa nemislik katta arxitektorlarni jalb qilib, o'sha yerda katta me'morlik
ansambllarni barpo qilib qo'yishdi. Odamlar o'shani tomosha qilgani boryapti. Bu status. O'sha shaharning statusi. Mana shu odam, mana shu shaharda, mana shu mashhur odamlarni qalami tekkan ekan degan status uchun qilinyapti. Bu albatta ijobiy buni. Har doim salbiy qarayverish kerak emas, ijobiy tomoni ham bor. Mana o'sha Tadao Ando, Zaha Hadid, Sergey Chaban 3 ta odam hozirgi kunda bizada me'moriy obida qilayotgani bu chet eldan turizm oqimini jadallashtiradi. Kelajakda sekin biz ham chiqamiz ekan, mana shunaqa qilib. Ya'ni statusda, xullas, qisqa qilib aytganda, o'sha davlatda statusini ko'taradi. Mashhur odamlarni qalami tegishi. Bir xil klientlar bordi, oldimga kelib, uchastka chizdiryapti deb smeta so'rashadi. Sizlar mahigacha hisoblab berar ekansizlar, va deydi. Mayda detallarigacha har bitta narsani hisob kitobini mahigacha hisoblab berar ekansizlar deydi. Lekin hayron qolaman-da, men shuncha yildan beri ishlayotgan bo'lsam, mana bu yil 20 yil bo'libdi bu sohada faoliyat yuritayotganimga. 20 yildan beri uchastkaga smeta qilgan odamni eshitmaganman. Uchastkaga smeta qilinmaydi. Smeta nimaga qilinadi deb keyin unga tushuntiraman, smeta o'zi nimaligini. Odamlarning og'zida og'izma-og'iz yurgan afsonalar bor-da, mana shunaqa smeta har bitta narsani ipidan nechagacha hisoblab berar ekan dizaynerlar deb. Unaqa narsa qilinmaydi. Kimdir bu gapni o'ylab topgan, bu va og'izdan og'izga o'tib afsonaga aylanib ketgan smeta qilish. Uchastkaga smeta qilinmaydi, o'zi kichkina bo'ladi uchastka domga nisbatan. Smeta degan narsa domlarda, katta-katta davlat miqyosida quriladigan ko'p qavatli turar joy binolarda qilinadi. Nimaga? Kirayotgan pulni, chiqayotgan pulga davlatga hisobot berish uchun smeta qilinadi. Monitoring qilish uchun. Mana bitta bino, ko'p qavatli bino qurilyapti, unga davlat investitsiya qiladi. O'sha investitsiyani davlat nimaga beryapman deb so'rab olish uchun smeta talab qiladi quruvchilardan. Va ular smeta qilib beradi, g'ishini hisoblab beradi, armaturasini hisoblab beradi, betonni markasi, ishchilarning xizmati, mashinalarni, yuk mashinalari har bitta kelib ketishigacha hisoblashadi. Nimaga? Chunki davlat har bitta berayotgan pulini qayerga berayotganini bilish kerak va u monitoring sifatida hujjat bo'lib turadi smeta. Mana bu shunga kerak. Uchastkaga smeta qilinmaydi.